Yo'q, paytda demak, kurashda ham, jujutsuda ham qanaqangi jangovar san'at bo'lmasa, ushlagan paytda uchta barmoq orqali ushlanadi. Chunki o'rta barmoq, o'rta barmoqdan qo'l panjasi ikki tomonga ajratiladi. Ya'ni bu tomondan kichkina tomoni alohida muskullardan iborat, bu tomoni alohida muskullardan iborat. Demak, biz bu tomoni orqali olgan paytimizda ishlatadigan muskullarimiz bilan bu tomoni farq qiladi. Shuning uchun kichkina uch bilan olganda bu oyoqni uchigacha odamni tanasini aloqa qildiradi. Ya'ni siz doim butun tanangizni his qilgan holatda bo'lasiz. Demak, shu holatda bajaradigan bo'lsak, bu qo'limizdagi yengil bo'lishi mumkin. Qanday narsa bo'lishidan qat'iy nazar, og'irroq narsa olishingiz mumkin, yengilroq narsa. Demak, bu yolg'iz o'zingiz shug'ullanayotgan paytingizda dzyudo va trenirovka joyida shug'ullangandan ko'ra o'z shug'ullangan paytdagi holatda ko'proq sizga vaqt bo'ladi. Har doim ham sport zallarga bormaysiz, shu uchun mana shunday man doim shug'ullanaman. Demak, uchta barmoq ikkalasini bu boshqaruvni bajarib to'xtaydi. Demak, kuch ishlatilmaydi, faqat nafas olmalish kerak deganda. Keyingi tomonga o'tamiz. Bunda